Assalomu alaykum, hurmatli o'qotar burchi vakillari. Sizlarni rosayam kuttirib qo'ydim. Ko'rganinglardek 10 dekabr uzr so'rayman. Rosayam talab qilgansizlar rasklad qilishimga. Mayli, uzr so'rayman. Bilaman, rosa kutayotgan ozgincha menda ham ishlarim ko'payganida sizlarga ko'rib bera olmadim. Xudo xohlasa shifoli ochirim bo'lsin. Qanaqa energiyadan dekabr oyi sizlarga qaysi energiyada bo'ladi ko'ramiz. Повешенный holati, to'xtash, pauza holatida bo'lishinglar mumkin. Повешенный holatida bo'lasizlar. Повешенный pauza, balki o'zingiz ozroq dam olishni xohlashingiz mumkin. Ishlaringizni vaqtinchalikka qoldirishni xohlashingiz mumkin. Tak, ikkinchi kartamiz ko'ramiz. Семерка mechей. Bu kartamiz ko'proq bizda ozroq o'zi klassический taroda семерка mechей bu ayyorlik kartasi. Ya'ni biz ko'ramizki, kartada bizga kimdir ayyorlik qilishi mumkin-da, bizni aldashga harakat qilishi mumkin va bu pauzaga kelib qolishda sababi ham bo'lib qolishi mumkin sizlarga. Tak, uchinchi kartamiz va devatka mechey. Hammasi joyida bo'ladi, lekin sizlarda ko'proq shu apatiya, stress holati kelishi ko'proq kuzatiladi. Nima uchun meni ishlarim shunaqa bo'lyapti, meni hayotim shunaqa bo'lyapti, nimaga meni aldashga harakat qilishyapti, mendan foydalanishga harakat qilishyapti degan bu hammaga ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Ba'zi joylari sizlarga to'g'ri kelishi mumkin. Energiya holatini ko'ramiz. O'zingizni ruhiy energiyangizni, ruhiy holatingizni ya'ni ko'ramiz. Ruhiy holatingiz. Найди себя другом. Найди себя другом klassический taroda aytilganda bu vыбор kartasi, tanlov kartasi. Ishimizni qaysi yo'lda, qaysi yo'nalishda tanlashimiz, aqlimizdagi insonni qanaqa yo'nalish, qanaqa holatda tanlashni, munosabatlarni ham tanlashni belgisini berishi mumkin. Lekin bu orakulniy tarot найди себя в другом ответini beryapti. Agarda sizda ozgina qiyinchilik, apatiya, shu stress holatlari bo'layotgan bo'lsa, o'zingizga yaxshi bir maslahatchi, nima deydi, suhbatdosh topishga harakat qilinglar. Yolg'izlanmaslikka harakat qilinglar. Pelena любви, двойка кубков klassический taroda, ya'ni siz insonlar bilan, atrofingizdagilar bilan yaxshi munosabatda, yaxshi muloqotda bo'lishinglar ham mumkin. Munosabatlarga qilib aytadigan bo'lsam, sevib qolishingiz ham mumkin yoki aqlingizdagi insonga yana ham bog'lanib qolishingiz mumkin va bu holatinglardan chiqib keta olasizlar. Shu stress holatlaridan chiqib keta olasizlar. Ish bo'yicha ko'ramiz. Ishimizda nimalar kutilyapti? Ishimizda aktivlik emas, ko'proq balki bayram kayfiyati shu dekabr, aytgancha sizlarda tug'ilgan kuninglar kelyapti-yu. Ko'proq o'zingizlarga vaqt ajratishga, ko'proq ovqatlanishga yo bir aylanishga chiqishga, sayr qilishga, sayohatga chiqishga harakat qilishinglarni ko'raman. Ishga bog'lanishga emas, o'zingizga ko'proq hordiq chiqarishga harakat qilishinglar mumkin. Omad bo'yicha ko'ramiz. Omad haqida gapirganimda mana omad kartasini o'zi chiqib kelyapti, lekin omad siz tarafda bo'ladi. Faqat
omadni boshqarib bilishingiz o'zingizga bog'liq. Agar ishingizdan, omadingizdan yaxshi natijalar olishni xohlasangiz, ko'proq ishlashingizga to'g'ri keladi. Bashня kartasi, diyavol kartasi bu yerda qaranglar. Sizni kimdir ishingizga to'satdan ko'rolmaslik, to'xtash, muammolar keltiradigan inson bo'lishi mumkin atrofingizda. Nimalar ro'y berishi mumkin bu kartamizdan ko'ramiz. Nimalar bo'ladi? Qanaqa voqea bo'ladi? Siz o'ylamagan, siz kutmagan qanaqa voqealar ro'y berishi mumkin? Tanlov bo'ladi. Восьмерка жезлов, tanlov. Ko'p imkoniyatlar tanlovi, ko'p imkoniyatlar kelishi mumkin. Tuz pentakli, omadingizga, pulingizga bog'liq imkoniyatlar va smert kartasi. Nimadir eski ishingiz to'xtaydi, siz yangi ish boshlaysiz. Yangi ishingizda omad ko'ryapman. Yangi boshlagan ishingizda. Sevgi munosabatlarida aqlingizdagi inson bilan, turmush o'rtog'i bor inson bilan yoki aqlingizdagi, nikohingizdagi inson bilan munosabatlar qanaqa bo'ladi? Всадница огня juda ham aktiv, aqlingizdagi inson sizga bog'lanib qolishi, yoshirib qo'ydim ba'zi joylarini. Ya'ni demoqchimanki, sizga ko'p aqlingizdagi inson bilan birga vaqt o'tkazishingiz, birga kontakt qilishingiz, birga yaxshi munosabatlarda, aktiv munosabatlarda bo'lishingiz. Aqlidagi insonni kutayotganlariga qanaqa bo'ladi? Siz kutishda yana ham davom etasiz. Kutishda davom etish va kutgan insoningiz sizga to'satdan yozishi, telefon qilishi ko'rsatilyapti. Xo'p, ko'ramiz nimalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'qotar burchi vakillari, tug'ilgan kuninglar bilan. Yana dvoyka kubkov, odamlarga yaxshi muomalada, yaxshi munosabatda, kayfiyatingizni yomon kayfiyatda bo'lsangiz ham odamlar bilan yaxshi suhbatda, yaxshi muomalada bo'lishga harakat qilinglar. Nimalardan ehtiyot bo'lishingiz kerak? O'zingizga hech narsani taqiqlamang. Nimadir olmoqchimisiz, nimadir qilmoqchisiz, qiling shuni. O'zingizni hech narsadan qo'rqmang. Balki siz yangi ish boshlamoqchidirsiz. Hayotingizni yangitdan boshlamoqchidirsiz yoki yangi munosabatlar xohlayotgandirsiz. Dvoyka kubkov kartasi bilan aytmoqchiman. Qo'rqmang, boshlang. Hayotingizni yangitdan boshlang. Va oxirida siz o'ylagan huzurni ko'rasiz dekabr oyida. Siz o'ylagan naslаждение keladi sizga. O'ylagan huzur, mazza qilib yashashingiz, o'zingiz qilayotgan ishlaringizdan mazza qilishingizni ko'ryapman. Klassический tarodan yana bitta maslahat kartasidan ko'ramiz. Dekabr oyida sizga kartalar qanaqa maslahat beradi? Nima maslahat beradi? Nima qilishingizni maslahat beradi? Maqsad sari intilishingiz, uzoqni ko'ra bilishingiz, aktivniy bo'lishingiz, yaxshi pul topishga harakat qilishingiz kerak. Chunki qish davomida shu dekabr, balki yangi yilgacha sizga xarajatlar ko'payishi mumkin. Pulga ekonomichni bo'ling. O'zingizga iloji boricha pulni g'amlab qo'yishga harakat qilinglar. Kolesnitsa bu harakat, orqaga qaramasdan harakat qilishingiz kerak. Ozgina tavakkalchi bo'lishga harakat qilishinglar kerak. Va oxirida runalarimiz qolib ketmaydi. Albatta sizlarda runalarimizdan bitta tanlab ham maslahat sifatida sizlarga ko'ramiz. Gebo runasi. Hozir buni men sizlarga значениясini o'qib beraman. Chunki bularda yodlab olish qiyinroq.
Подарок судьбы, ya'ni taqdir sizga sovg'asi. Взаимовыгодные партнерские отношения, союз, благотворное сотрудничество. Agarda siz dekabr oyida kim bilandir hamkorlik qilishni boshlasangiz, sizga judayam omadli bo'ladi, barakali bo'ladi. Yaxshi natijalar olasiz, yaxshi hamkor topasiz, yaxshi ko'makchi, yordamchi topa olasiz o'zingizlarga. Sizga shu taraflama, ya'ni partnyorskiy отношенияda hamjihatlik bilan qilinadigan ishlaringizga judayam omadli oy hisoblanadi. Omad tilayman sizlarga. O'zimni talabchan, ajoyib va g'aroyib o'qotar burchi vakillari, sizlarni yaxshi ko'raman. Mani judayam ko'p o'rtoqlarim, tanishlarim o'qotar burchi, streletslar, erkaklari ham, ayollari ham, ular o'ziga nisbatan judayam talabchan bo'ladi. Munosabatlarda ham talabchan bo'lishi mumkin. Hayotda ham, ishda ham talabchan, o'zlari ham ishlaydi. Ishni ham talab qilishadi. Sevganda ham shunaqa zo'r sevib qo'yishi mumkin. Mehrini, borini berib, lekin evaziga shuni talab qilishi ham mumkin. Mana shunaqa ajoyib va g'aroyib burch sohiblari judayam aktivniy bo'lishadi ham. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yaxshi ochirimlardan kutib qolinglar. Kuttirganim uchun uzr so'rayman.